Mamlakat kelajagini belgilaydigan O'zbekiston 2030 strategiyasi nafaqat hujjatlar va rejalar to'plami, balki millatning orzusi, islohotlarning hayotga tatbiq etilishi hamda yangi avlodning ishtirokini talab etuvchi tirik jarayondir. Ushbu strategiyaning eng qiziqarli va chuqur tahlillari muhokamalarini jamlagan holda yetkazuvchi kutilgan fursat media loyihasi bugungi kunda milliy kontentimizning yangicha ko'rinishi sifatida alohida e'tiborga loyiq. Jamiyatimizda yana ham taraqqiy etishiga xizmat qiladigan soha vakillariga minbar berilishi albatta mana shu loyihaning eng katta yutuqlaridan biri deb o'ylayman. Demokratik jarayonlarni tahlil qilish markazi va Toshkent shahridagi Inha universiteti hamkorligida amalga oshirilayotgan bu loyiha soha ekspertlari va mutaxassislarning o'tkir fikrlarini, strategiyaning mazmun mohiyati hamda kelgusi 5 yillik rejalarini mamlakat fuqarolariga yaqinlashtirish orqali ma'lumot beradi. Вообще пропаганда таких целей – это великолепное дело. В современном обществе обязательно нужно, чтобы люди знали о том, чего руководство и вообще общество хочет достичь. Поэтому я всецело поддерживаю ваш проект. Loyihaning haqiqiy ahamiyati uning negizida shakllangan strategiya amalda tashabbusi orqali yaqqol namoyon bo'lmoqda. Bu strategiyaning amaldagi jarayonlarini vizual va shaffof tarzda ko'rsatishga qaratilgan muhim qadamdir. Hozirgi vaqtda respublika bo'yicha 140 ta ko'rik amalga oshirilyapti. Kirib kelayotgan 100% yuklardan atagi 15% yuklar bojxona ko'rigidan o'tkaziladi. Весовой, rentgen bari bir joyda. Kelasan, kirasan, veterinarka pasportni, tamojni bir yerda. Uzog'i 15 minutcha terminalga chiqib ketasan. Terminalga ham chiqasan, условиялар ham yaxshi, cho'tka. Mashinalarni bizga kelib betta qilinadi. Hozir hammasini kirmasdan oldin elektron sifatida qilinyapti hamma narsa. İnson omilisiz, inson aralashuvisiz amalga oshiriladi. Va bu O'zbekiston 2030 strategiyasining aynan 89-maqsadga, ya'ni korrupsiyaviy omillarni bartaraf etish tizimini samaradorligini oshirish yo'nalishiga to'g'ri keladi. Loyiha maqsadlarining hayotdagi ko'rinishini, islohotlar va natijalarini ochiq-oydin namoyon etadi. Misol uchun, tibbiyot sohasida raqamli platformalar orqali xizmat sifatini yaxshilash yoki aholiga birlamchi tibbiy xizmatlarni yanada yaqinlashtirish maqsadini olaylik. Strategiya amalda ruknining ilk soni aynan ushbu maqsadga qaratilgan edi. Milliy tibbiyot markazi direktori Maqsud Saidov mobil angiograf yordamida sifatli tibbiyotning aholiga qay darajada yaqinlashgani va uning barcha imkoniyatlarini tanishtirgan edi. O'zbekiston 2030 strategiyasining eng asosiy yo'nalishlaridan bittasi bu tibbiyotga yuqori texnologiyali tibbiy apparaturani va yuksak ilmga ega bo'lgan kadrlarni jalb qilish. Ulardan misolidan bittasi mana biz mobilni angiograf ichida turibmiz. Bu mobilni angiograf Gollandiyaning Philips firmasining angiografi, Angliyaning Lambo mobil medikal kompaniyasi tomonidan taxlangan mobilni kompleks. Juda ham murakkab, unikalni kompleks hisoblanadi. Apparat anjomimizda ichida yurakda o'tkaziladigan yuqori texnologiyali tekshiruvdan operatsiyagacha bemalol o'tkazish imkoniyati bor. Bunday qo'llarim ishlash bor, bunday oyoqlarim og'rishlar bor. Shu tufaylidan tekshiruvga keldim shu joyga. 2 xilmi 3 xil dori jo'natib, ekranga qarab turdim. Ekranda haliga spiral hamma narsamda yurakning ichida yurib aylanib ko'rib tomosha qilib qarab turdim. Xonangiz, EKG hammasi bepul. Men berem, men 1 so'm pul to'lagandim. Keyin kirib chiqdi. Strategiya amalda loyihasining ahamiyati shundaki, u nafaqat maqsadlar haqida ma'lumot beradi, balki uning amaliyotdagi isbotini keng jamoatchilikka yetkazadi. Bu ayniqsa demokratik jarayonlar rivojlanayotgan O'zbekistonda muhim ahamiyatga ega.